Aziz o'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Hozir bizda Olmazor City'ning ro'parasida joylashgan yangi novostroykasidan hozir bu yerda 4 xona uyimizga chiqqan, 2 ta sanuzli, 2 ta balkoni, uyimizda skvoznoy. Olmasanglar bu uy juda ham afsuslanasizlar, juda ham cho'tki uyimizda ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu hovlimizda yumshoq mebellar qo'yilgan. Bu yerda televizorlarimiz, mana bu yoq eshikdan kirish, ya'ni podyezddan kirish qismimizda mana bu yerda stroyni mebellari bor. Kuxnyani ko'rsanglar bo'ladi. Balkonlari bilan qilingan, juda ham chiroyli. Dvorga qaragan balkonimiz bor, 4 kishilik stol stulimiz bor. Bu yerda bo'lsa mana hamma texnikalari Hoffman, stroyni mebellari qilingan kuxonning va bu yerda bo'lsa bizning master spanimiz. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli, yop-yorug' qilib, op-oranglarda qilib qo'yilgan. Lyustralarga, biralarga ahamiyat berasizlar. Bu yerda mana o'zini alohida sanuzli bor master spanimizning. Ko'rsanglar bo'ladi va yo'layda bizning umumiy sanuzlimiz ham bor mana. Juda ham katta, chiroyli qilib vannalargacha qo'yib qo'yilgan o'rtoqlar va bizning chap qo'ldagi xonamiz bu mehmonxonamiz. Mehmonxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. 8 kishilik stol stullari, aboylari, konditsionerlari chiroyli ta'mirdan chiqarib qo'yilgan. Lyustralarga ham ahamiyat berasizlar. Xo'p, keyingi xonamizda bizning yosh bolalar yotoqxonasi. Ko'rsanglar bo'ladi, 2 kishilik kravatlari, yumshoq mebellari bilan qilib qo'yilgan. Lyustralar, biralari, shkoflari va tashqariga qaragan balkonlari bilan qilib qo'yilgan. Aziz o'rtoqlar, uyimizning narxi 130 ming AQSh dollarida. Shoshilib qolinglar, kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda baraka qilib yuboramiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi.